Ota-onangiz siz uchun bir so'z bilan ta'riflang, ular kim u siz uchun? Ota-onamiz Allohdan keyingi biz minnatdor bo'ladigan insonlar. Kasal ko'chatda sog' meva bo'lmaydi deydi. To'g'ri. Ular duo qildi, ijobatida mazaq yashamaydi. Alloh. Borligida bilinmas ekan. Kasal bo'lib yotsa ham otam bor deb ishimiz bo'lmas edi. Sonra 5 yil to'shakda yotdi, bilinmadi. Baribir dadang bo'lmasa qo'rqoq bo'lasan. Men hozir 40 yoshga to'lib 41 yoshga o'tgan bo'lsam ham qo'rquv borda qalbimda. Nimadan? Uni men tushuntirib bera olmayman sizlarga. Baribir dadang bo'lmagandan keyin qo'rquving bo'lar ekan qalbingda. Assalomu alaykum. Mashik o'tirganingizda sizdan so'z olaman. Salomatmi? Qayerdan keldingiz? Bizniki Norin rayoni. Norin rayon. Bitta savol beraman. Toshkent qishlog'idan. Noodatiy savol beraman sizga. Ha. Baxtni nimada deb bilasiz? Bu baxt o'zi nima yo'q? Baxt bu insonga avvalambor sog'lik, salomatlik kerak, tinchlik, xotirjamlik kerak. Agar dilingni yayrataman, quvonaman desang, mana shunaqangi ehsonlarni ko'proq qilsang, Allohga yaqin bo'lasan. Ha, diling yayraydi, o'zing yengil tutasan. Umring uzoq bo'lishligi ham shundan deb o'ylayman. Ha. Rahmat. Ajoyib salomat bo'ling. Necha yoshga kirdingiz? Xudo xolasa 64. 64. 64 yoshda baxt degan nima? Shunaqa ajoyib. Baxt bu avvalo birinchi tani sog'lik, Ha. bola chaqalar bilan sog' salomat yurish. Uyga borganda bolalar bilan ochiq chehra bilan o'tgan kundan minnatdor bo'lib, Allohdan rozi bo'lib, shukrona keltirib yashash. Baxt shu. Ota-onangizni bir so'z bilan ta'riflab beringchi, ular kim bu siz uchun ular? Ota-onamiz Allohdan keyingi biz minnatdor bo'ladigan insonlar. Ularning duosini olish birinchi vazifamiz. Hayotni o'tib ketganlar. Dadamiz o'tib ketdi, onajonimiz tirik. Ilojimiz boricha duosini olaylik deb har kuni borib ertalab duosini olib ko'chaga chiqamiz. Baxtingizga ko'p yashasin Xudoyo. Ilohim. Bu odamni oti Ma'ruf akam. Ma'rufjon aka, bugungi savolim sal boshqacha, noodatiroq aka. Baxt degan tushunchani nimada tushunasiz? Baxt o'zi nima u? Baxt bu bizni Alloh taolo musulmon qilib yaratib qo'yganiga, bu yaxshiliklarga xayrixoh qilib qo'ygani bu baxt. Oh Xudo. Dunyoda qancha odamlar Xudo tanimay yuribdi. Bizni shu yerlarga, shu yerlarga qo'shib qo'ygani bu baxt biz uchun. Subhanalloh. Ota-onangiz hayotmaga O'tib ketganlar. o'tib Ketganlar. oxiratlari obod bo'lsin. Ota-onangizni bir so'z bilan nima deb ta'riflagan bo'lardingiz? Ota-onamiz duosini ijobatida yuribman deb o'ylayman men. Alloh. Kasal ko'chatda sog' meva bo'lmaydi deydi. To'g'ri. Ular duo qildi, ijobatida mazaq yashamaydi. Alloh akbar, kam bo'lmang. Oxiratlari obod bo'lsin. Xudoyo jannatda ham yurgan bo'lsin. Sog' Hammamiz bo'ling. birga qilsin. Ilohim. Kelgan joyingizni qo'yib turasiz. Dilshodbek. Bitta savolim bor. Baxt nimada o'zi? Nima u baxt degan so'z? Baxt Sizning tushunchangiz qanaqa u baxt haqida? yaxshi yashamoqlik, yaxshi ibodatda yurishlik, qiynalgan qatlamlarga yordam berishlik. Subhanalloh. Shunda inson ham baxtlanadi, ham rohatlanadi qalbi. Ota-onangiz hayotda? Ota-onam hayot. Ota-onangiz siz uchun bir so'z bilan ta'riflang, ular kim u siz uchun? Ota-ona biz uchun dunyodagi eng ulug' zot desam bo'laveradi. 23 yildan beri ota-onamizni sababida biz shu yoshga yetdik. Kam bo'lmang, umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshimisiz, qochib ketavermaysiz. O'g'lingiz alkunasiz desam, bugun maktabda ekan o'g'li. Ukaxon, baxt degan tushunchani nimada tushunasiz? U nima o'zi siz uchun baxt? Hamma uchun har xil u. Baxt endi har xil holatda keladi. Bizni baxtimiz shunday kunlarga yetkazganiga shukr. Ilohim. Shu kafillarimizga rahmat, bizga shunday kunni nasib qilyapti. Shularning bahanasida biz ham Allohning panohidan najot so'rayapmiz. Hozir kafillarimizga rahmat dedingiz-a? Rahmat Shuni bir yana ham sharhlab berib keting. Nima sababdan rahmat? Endi shular sabab biz mana shunday bir arzimaga asharda shunday aka-ukalarni topdik. Kam bo'lmang. O'zimizga bir chiroyli namuna olyapmiz bu yerdan. Ota-onangiz hayotmi? Yo'q, otam o'lib ketgan. Otangiz o'tib, onangiz hayotda? Onam hayot. Umrlari uzoq bo'lsin. Ota-ona siz uchun ular kim?
bir kichkina so'z bilan ta'riflangchi ular. Bizni ustunimiz desak, biz borligida bilinmas ekan. Kasal bo'lib yotsa ham, otam bor deb ishimiz bo'lmas edi. Sonra 5 yil to'shakda yotdi, bilinmadi. O'shanda ham o'g'lim keldimi deydi, lekin o'sha anaqasini topolmay qolamiz ekan. Undan keyin Allohga shukr, mana onam bor. Umrlar uzoq bo'lsin, har doim duoda. Lekin misol borda qadriga yetishimiz kerak ekan. Otangiz qadri bilinyaptimi yo'qmi? Bilinadi. 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 Necha yoshdasiz? 35 yoshda. 35 yoshli zabardast bolaga otani yo'qligi bilingan. Endi tasavvur qiling 10 yoshli bola, tasavvur qiling 7 yoshli bolaga. Endi misol oddiy misol o'zim ishdan kelsam bolalarim qancha kutadi meni. Bor mana misol men borishimni biladi, kelishimni biladi. Dadam ishda deydi, lekin o'sha qisqa vaqt ichida ham dada kelyapsizmi? Nima olib kelasiz deganlaqa shu narsa bizga namunada Allohga shukr qilishimiz kerak. Shunchalik bizga Xudoyim mana farzandlarni berdi. Kam qilmadi-da. Kam qilmadi, Xudoga shukr qilaman. Lekin o'sha kafillarimizga rahmat. Shu narsani bizga namuna olib chiqib, ham oilani, ham farzand, ham bir yetimni qanaqa holatdaligini biz bilyapmiz. Xo'p, salomat bo'ling, ko'p yashang. Hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchi do'stlar, bu ukamizni gaplarida hozir men sizlarga bir narsani aytib beradigan bo'lsam, men dadamdan 19 yoshimda qolgan bo'lsam, 19 yoshimda ham juda qo'rquv bilan qolganman-da. Bo'lmasa 19 yoshli bola hozir bunaqasiga aytganda bo'ydoq bola hech nimadan qo'rqmaydi deyshadi-yu. Yo'q, baribir dadang bo'lmasa qo'rqoq bo'lasan. Lekin men hozir 40 yoshga to'lib 41 yoshga o'tgan bo'lsam ham qo'rquv borda qalbimda. Nimadan? Uni men tushuntirib bera olmayman sizlarga. Baribir dadang bo'lmagandan keyin qo'rquving bo'lar ekan qalbingda. Asha dadasiz bolajonlarni qanchalik kafillarimiz xursand qilayotganini, bu xizmatdagilar qanchalik xursand qilayotganini Xudoy taolo qalbimizga bildiryapti, sezdiryapti. Shuni bir sizlarga biz aytib berishimizni xohlaymiz, lekin aytib bera olmaymiz, chunki biz tilimiz bilan tushuntira olmaymiz. Xudoy taolo shu yetim bolalarni sababidan, xizmatlarda kafillik sababidan yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo qilsin. Yaxshiliklarda jamlashaylik. Har seshanba hasharimiz bo'ladi. Kelinglar birga shu bolajonlarni qiynalgan qatlamda xizmatini birga qilaylik. Salomat bo'linglar.